verdi. Yaşı 23'te. Biz sistemaga kelishimdan oldin juda 6-7 kishiga sarmadilar. Eng samimilarga sarib birinchi kurs nogironiga nafaqa olardi. To'g'risi. Elektr arabada yurardi. Oldingi holati juda yomon. Stressda, asabda, ichki organizmdan 7 yil mobaynida dori ko'p ichganimdan ishlashdan faoliyati sekinlashib to'xtab qolgandi. Xudoga shukr 4 oy mobaynida mahsulotlarni ishlatishdim. Zallarga bordim 4 oyda mana ko'p turganlaydek aravachada bunga o'tdim. Xudoga shukr gruppa hozir endi hozirda juda ahvolim zo'r. Harakat qilyapman, birovga qo'ymasman, qarashiga naqasiga o'zim yurib, oyoq qo'lib ishlab ketdi. Oldin belimda past ishlamagan. Juda qozg'in edim. Ba'zi kilolardan ham juda past, 30-35 kilo edi. Faqat tanamda suyagining vazni qolgan. Juda ozg'in edim, ham ovqat yeyolmayapman. Og'riqlar tushdi, ovqat yeyolmay, oyoqlarim ingichkalashib, qo'llarim ingichkalashib ketishgan. Xudoga shukr, Xudoning kuch-quvvati bilan, Xudoning izni bilan men keldim, mana joylarni ko'rdim, energetik hayotni ko'rdim. Xudoga shukr, hozir ahvolim juda zo'r. Oz qolib hassasdan yurayapman. Birdan tashlab yubormayapman, aslan. Nagizga qilmayapman. Sekin-sekinlik bilan hozirda ahvolim zo'r. Hozirda Japonaga ishga kirib ishlayib turman. Alhamdulillah, ishlayib turman. Yurishda davom etyapman, harakatdan to'xtamayapman. Stresslar, asabiylashlar Xudoga shukr ketdi. Nasib kunga yetkazgan Xudoga shukr. Alhamdulillah. Oz qoldi. Yem boshlanishdi. Necha kilo semirdik shunda? 8 kilo visol. 8 kilo semirdilar. Yana semirishda, ba'zi borishda 8 keyin ketyapti. Jarayon. Maqsad necha mahal ichasiz? Avval choy taqdimiga davomli. Ertalabdan kechgacha. Kokteyllari 4-5 mahal ichib yuraman. Молодцы. Ham